Sizlar o'yinda mashq qizning rasmini cho'qqim ko'rgan-ku deyman. Lekin bu nim bo'lgan qizlar, nimishqa bularning rasmi bu butun to'rg'i purkatdi, ishning olganini bilib bilamdinglar-ku deyman. Hey do'stlar, yaxshimisizlar? Men sizlarning Dilo so'zlaydigan do'stlar, Dilo. Bugun yana shu o'maq fansilarimdan kuchli talbiga asosan butun to'rg'a danqib ketgan Panamaning yomg'irli o'rmida g'oyib bo'lgan ikki qizning Dilosini deb keldim. Bu Diloning eng g'alati yeri dal bu qizlarning fotoapparatidagi rasmlar. Amsa, denizdan qo'yib shu tanqilib bugungi Dilorimizga kirib ketaylik. Bugungi dilorimizdan bosh personajı olsa Gollandiyalik ikki qiz. Birisinin ismi Lisa, birisinin ismi Chris. Bu ikkisi 2013-yili Gollandiyadagi ma'lum bir qahvaxonada ishlayotgan chaqda tanishibdi. Bu ikkisi shu qahvaxonaga kutkuchilik qilib ishligini beribdi ekan. Shu yerda tanishib qolib bu ikkisining mijozi shunda chiqishib qopti-da, qiziqishlarim o'xshaydi ekan. Endi bularning qiziqishi nima ekan desanglar, tubu. Hozir jihlarimiz ashta qilib qo'yamiz qo'y, sham bo'lgan chaqda cho'ngfon yilani kiyib, osidan birini tutib ishlabidan birini taqab. Taq namidan miyib kelganlar bor. Masalan, ba'zilar maxsus velosiped yaxshi ko'radiganlar bor, ba'zilar taqiyamishni yaxshi ko'radiganlar bor. Ba'zilar minishni yaxshi ko'radiganlar bor ekan. Men eng ishim shu. Shunda bu ikkisi shunda chiqishib qilib, keyin to'sib ketdiganda, hatto ikkisi bir uyni ijaraga kelib birga turdi ekan. Shunda bu ikkisi maslahatlashganda bir kuni ikkimiz yaxshi pul yig'ib, ertaga Panamaga berib bir o'ynab kelsak hamda eshak berib, o'sha uzun yo'llarni miyib, o'sha tog' daryolarni, o'sha tubu qilib kelsak hamda deyishganda, ma'qul deb shundan bu ikkisi qahvaxonada yarim yil ishlab, o'sha tejab pul yig'ibga qarang. Oxiri shundan bu Panamaga berib o'ynab keldik, pulni yig'ib bo'lgan chaqda bular 2014-yili 3-oyning 15-kuni yo'lga chiqdi ekan. Endi bular Panamaga kelgandan keyin boshdagi 2 haftada shunda yaxshi o'ynabdi. Asosligi shu dengiz bo'yida yuribdi. O'sha shatandan o'zirinib, dengiz suylarini ko'rib, o'sha yerlikdagi tamoqlarni yeb, o'shadagilar bilan paranglashib, andan boshqa davlatlardan kelgan yilqidek bebolka deb qo'yamiz-ku. Shu yilqi dumbisiga yukini otib ham keldiganlar. Ularning cho'ng yo'qda shu. Shu ashlar bilan paranglashib tanishib qopti. Endi bu qizlarning bu sayt qilishdan boshqa yana bir plani bor ekan-ku, u bo'lsa jijo. Endi bizning yilqi dashoshlar ta'tillarda qilsan shashang deb qo'yamiz. Yilqi kichik bolalarga dars o'tib, bu qilgan haqsiz ashta ishlarni. Shu bu qizlarning ashta qilmoqchi ekanda, 4-oyning ikkisi boshlamoqchi ekan. Lekin bu qizlar 4-oyning 1-kuni g'oyib bo'ldi. Shunda qilib ishga o'ynab bo'lgandan keyin 3-haftasi bular Panamadagi ma'lum bir nahiya bozordek bir ketdi. Shu bu yerda bir Chinyan Lyusha tushibdi. Chinyan Lyushani bizlar hozir Shinyanlardan jiq unda. Asosligi shu o'quvchilar bilan yoshlar turdi pul tejash uchun-chu. Endi u Judiyandek unda ayrim emas, shu to'nmaydigan odamlar bilan birga tursizlarda. Shunday tushibdi. Shu bu yerga kelsa nurg'un endi o'ziga o'xshash beybol klub ekanda, boshqa davlatlardan kelgan yoshlar bor, sayt kelgan. Shu birdan bilan ular bilan chiqishib paranglashib to'sib ketibdi bular. Endi bu nahiya bozorining eng donliq endi boshqa saytchilar kelsa cho'qim boradigan bir yeri bir Yanartog' ekanda. Bu Yanartog'ning to'pisi butun mush Panama davlati bo'yicha eng egiz yer hisoblanadi. Dengiz yuzida egizligi 3474 metr keldi. Gerçi bu tog' shunda egiz bo'lgan bilan, lekin saytchilar shunda chiqib kelgandan keyin intayin iniq bo'lgan mush tog'ning to'pisiga chiqadigan yo'l bor ekan-ku, shunda iniq. Shunda saytchilar asosiyatdan shu tog'ning to'pisiga minib chiqib, eng ustiga chiqib atrofdagi manzarani o'zdirindi ekanda, bu tog'ning eng to'pisiga chiqsa, bir vaqtda mush Karib dengizi bilan tinch o'tganini tan ko'rdi olgan. Shunda nom bor ekan yana. Shunda qilib bu ishga bilan 4-oyning 1-kuni shu Yanartog'ga chiqmoqchi bo'ldi. Endi boshqa saytchilar kelsa, o'sha yerlikdagi odamlarni yo'l boshlaydiganga taklif qiladi ekan-ku. Endi bu yerda tog' desam, G'uljining tog'lariga o'xshash mundal qarasa ham yana ko'ngil oldigan yoylaqdek tog' deb o'ylab qolmanglarmi? Buyuk baraqsan o'rmonlik bu taqimangga yo'llanamiz. Panama degan yana bilsizlar-ku, turmadan qaytishning 3-bo'limida chiqadi-ku. Vahshiy issiq bu issiq balvaq joylashgan to'xtma yomg'ir yog'gan yer bu. Shu yomg'ir yoqqandan keyin u o'rmonlik degan bukkudan daraxtlar bor. Lekin bu ikki qiz yo'l boshlaydigan odam taklif qilmabdi qaranglar. Ben dedim-ku, bular tanishdim burunlam shu tubu qiziqishi batdi. Uningdan burun nurg'oyalarga ashtam minib berib qitga sayat qilib. Shunga bu yerga kelganda bu ikki sal oqsonlik qilib qopdi-chu. Shu biz o'zimiz ma'laymiz bo'ldi, biz taklif qilsak bo'ldi, bizning jiniyerimiz bor deb shu bilan taklif qilmabdi. Shu 4-oyning 1-kuni atdigini bular oddiylar lozmatliklar bir narsalarni ipmayapti. Masalan, telefondaymiz, apparatdaymiz, suvdaymiz, azroq yeydigan narsadaymiz. U bu narsalarni ham sumkasiga ipmayapti. Shu maqsa bu yotoqning lobans qo'yib, eslar o yo'l boshlaydigan odam taklif qilmabsizlar, izib qolmanglar, yana bir musun ishtimni yo'langlar deb Alloh ben yaxshi ko'ngli bilan o'zining ishtini qaytib beribdi. Bular ham bir ishga es qaytib qolsa ajab emas deb. Shunda qilib bu ishga yo'lga chiqibdi. Bularning aslidagi plani bo'yicha 6 soatdan 8 soatgacha o'sha tog'ning to'pisiga chiqib bo'lmoqchi ekanda. Shuna ashna ustiga chiqib bir qo'l ko'rayotgan rasmlarga tushayotgandan keyin shu tushdan keyin pastga minib, keyin kechgacha yotoqqa qaytib bo'lmoqchi ekan. Lekin shu ketgan peti bu ikki qiz bola ikkinchi kelmabdi qaranglar. Kecha bo'lib ketibdi. Bir orliqda yilq Lobanning ishti o'zi yugurib qaytib kelibdi. Bu ishti qaytib kelib oshkisi yo'q bo'lgandan keyin shu vaqtdan bu Lobanning ko'ngli jig'g'idiq qopdi, bir xil shumlig'ini sezgandek bo'libdi. Lekin shundaqdimi endi bir yerda tog'ning to'pisi chidirtikib qolib qoldimi ya, bir saqlab boqaychi deb bir kecha saqlabdi qaranglar. Lekin etsi yana kelmabdi bu ishkisi. Shu bilan bu Loban oxir bo'lmay saqchi ma'lum qildi. Shu bilan saqchilar kelgandan keyin tekshirgandan keyin bu qizning ota-onasiga telefon qildi. Ota-onasi shu xabarni olgan zamat birdan bilan Gollandiyadan uchib ketdi-da. Amniyatchi bu ikki qiz kunda opadatsiga uchur yo'llab turadi ekan. Biz bugun meyg bordik, atnimish qilmoqchi, endi buni qilmoqchi, bugun qaytib keldik deb hammani bobiy qilib turadi ekan. Shunga 4-oyning 1-kun keshligi opadatsiya bu qizning uchurini ololmagan chog'da shu vaqtdan bularning ko'ngliga bir shumlikni sezib bo'libdi ekan. Degandek etsi o'tib mana saqchidan telefon keldi.
Aş yerlikdeki saqchıxan aşı telefonni qabul qilgan zamatlam shu vaqtlam aşı qutquzish atirtini avatib dikanchu bu qizlarni izlaydiganga. Shu bu qutquzish atirti shu sayachilarning tog'ning ostidan aşı ustiga chiqadigan shu yo'l bo'yicha shunda izdabdi-da, lekin hech qanday topolmabdi. Shu bilan atisi o'tgandan keyin hukumat tikuvchilardan birini avatibdi. Shu bilan tikuvchilar ustida qarab turdiga izdaydigan, mala ostidan izdaydigan. Shunda payqiq izdisimi, lekin yanlam hech narsa topolmabdi. Bu jutketgini chet ellik bo'lg'achqa bu Panama hukumati bek chin qarabdi-chu boshqa. Chunki o'zining davlatidagi odamlar jutketgan qaraganda chet elliklar jutketsa bu xalqaro masalaga aylandi-chu. Uning ustiga bu yerlikning soyatchiligimi ta'sir qildi. Bir odam masalan jutketdi u bu desa kelmay qo'ydi-chu. Shunga bu hukumat shunda chin qarabdi. Evatgideklam odamlar bo'lsa, mush evatgidek idrat bo'lsa evatibdi. Lekin qaranglar bu Panama degan bu davlat ziminimi kichik, lekin odamimi oz-da. Bu zimini faqat bizning davlatimizdan chunqinchilik ham keldi. Odamimi oz. Shunga shu evatgidek idrat bo'lsa evatibdi, lekin yanılab topolmabdi. Shunda qilib 4-oyning 6-kuni, ya'ni bu qizlar juda ketib 5 kundan keyin bu ikki qizning ota-onasi bir uqtirish chiqaribdi. Nima desanglar, kim qizlarimizning shu uchur bilan ta'minlansa, jipuchi bilan ta'minlansa, shuningga 30 ming Amerika dollari beramiz debdi. Bu 30 ming Amerika dollari degan bu Panamadagi odamlar uchun bu degan talay bir pul. Qanday desanglar, shu vaqtdagi Panamadagi har bir odamning o'tirchi hisob bilan kunlik kirimi 10 dollar kelganlar. Bu 30 ming Amerika dollari degan bularning 10 yillik bir odamning 10 yillik maoshi degan gap. Shu bilan buni anglab bütün odamlar aşı xizmeti valarmı xizmetlerini taşlap bütün hemsi ormanlıqqa bu qizlarni izdeyganga düm tushibdi. O'ylab yiqilib bütün hem xalaqiylik taqqa kirib oldi izdegili degandikin bu ormanlıqning ham yerda liqida odam degan gapda shunda tusumu, lekin bu qizlarning hech qanday uchurini topolmabdi. Ya o'lik bo'lsa o'ligini, ya tirik bo'lsa tirigini. Shunda qilib 3 oy vaqt o'tib ketibdi qaranglar. Bu vaqtda 2014-yil 7-oylar kelib qoldimi? Texchi topolmabdi. Lekin endi hamma odamning ko'ngli 3 oy topolmagandan bu ikki qiz allabirun birini bo'lib bo'ldi, o'lib bo'ldi deb ko'ngli ini qo'yibdi. Lekin shundaqdimi qutquzish harakati davomli yuribdi. Bu xalqlarni izlab yuribdi, qutquzish otryadlarini izlabdi. Endi bu ikki qiz uchun emas, eng muhimi nima desanglar, bu Panamaning soyachiligi uchun. Chunki bu qizlar yurib ketgan yo'l degan o'sha Panama bo'yicha eng egiz shu yo'ltoq chiqadigan yo'l. Agar bu qizlarni tepib bu ishni tik-tak qanda zodi aniqlamasa, bu soyachiga o'lib, bu yana soyachiligi o'ludi degan gap. Shunda kunlarning birida shu yerlikdagi bir oila ayoli shu atrofdagi bir daraxtga ketib olsa qaranglar. Onda yerda ikkita sumka tug'da, ko'k ranglik. Shu bilan berib qarasa, işte bir narsa bor ekan. Shu bilan bu saqchiga topshirib berganda, yilqi ikki qizdan bu deb bu ayol shunday gumonligi. Shu saqchiga topshirib bersa, saqchi ichidagi narsalarni ko'rib chiqqandan keyin haqiqatan bu sumkaning ash ikki qizlarning sumkasligini jazmlashtirdi ekan. Lekin qaranglar, bu ikki sumkaning tepilishi bu deloning tugunini yeshmayli qolmay, bu deloni texmi murakkab, texmi g'ayriylashtirdi ekan. Birinchi g'alati yeri qaranglar, bu sumkaning tepilgan yeri yilqi ikki qiz yumongan yilqi soyachilar ma'noga yo'ldan tepilmabdi. Ya bo'lmasa bu yo'lning atrofidan tepilmabdi. Mushu yo'ldan 8 kilometr jiroqlikdagi bir yerdan tepilibdi qaranglar. Bu o'ylashalar mumkin, 8 kilometr jiroq, unchalik jiroq emas ekan-ku deyishalar mumkin. Lekin o'ylab yiqilib bu degan tuz yo'l emas, tosh yo'l emas, bu degan bir o'rmonliq, mushta gralishib ketgan, o'sgan mushta daraxtlar bor, sozliqlar bor, aniki mushta o'stanglar bor, toshliqlar bor. Biz o'ylab baxmagan boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Mushundaq chambarchas, mushundaq yerlardan 8 kilometr mangmoq u oson gap emas. Bu yerlik xalqlar ara mangalsi mangdiki, bu sayohatchilar hargiz manganmaydi. Ikkinchi g'alati yeri. Bu sumkani tepagan oila ayolning deyishicha, bu ayol bu yerdan necha qatim o'tib yiqib ketganlar, bu ikki qiz yutib ketgandan keyin lekin oldidagi necha qatimda bu sumka bu yerda yo'q ekan. Lekin maqitim o'ssa, mishada turdik. Demak, mushu bir necha kun ichida bir simshay qasdan aklab buni qo'yib qo'ydi degan gapda. Uchinchi g'alati yeri, bu sumkaning ichidagi narsalar shunda ratlik bitib turibdi qaranglar. Endi boshqa qiz 3 oy yutib ketgandan keyin cho'qim bular bir ish uchirdi, shunday qo'y iniq bu. Lekin bu sumkaning ahvoli qaraganda, bular bir jiddiy ahvolga uchirgandek emas. Endi bu sumkaning ichida nimalar bor desanglar, ikki tal aptopdan saqlaydigan ko'zoynak, ya'ni Mojing, aniki 88 qo'y pul, bir botilka ichib bo'lmagan suv, aniki ikki tal qizlarning ish kiyimi, aniki ikki tal telefon, aniki Lisaning sug'urta kartasi bilan aniki bir apparat. Dal mushu apparat bu deloni texmi yuqori pallaga chiqaradigan apparat. Endi bu sumka tepilishdan burun saqchilar, bu qizlar o'rmonliqda ezib qilib bir ishga yo'li qo'shaydi deb o'ylab ekan, lekin mana ikki sumka tepilgandan keyin bu saqchilar bu farzdan voz kechibdi. Nima deb o'ylabdi desanglar, biri eski odamning qo'liga tushib qilib, mush eski odam bir ishga qo'shaydi bu qizga deb o'ylabdi. Nima ish qilsanglar, abim degandek bu sumkaning ichidagi narsalar shunda ratlik. Xuddi shu eski odam bu qizlardan shu sumkani evilib, qasdan ilg'iga birsi mushni ko'sini teppasin deb qo'yib qo'ygandek, shunda ratlikganda, undan boshqa qaranglar bu sumkaning ichida ichib bo'lmagan suv bor edi. Bu suv degan bu ezib qolgan vaqtlarda bu qumliq o'rmonliq degan yerlarda intay muhim narsa, hargiz buni tashib etmaydi. Anki ikki tal telefon, birisida tok tugab qancha ketdi, lekin birisida tokuvaga qaranglar. Bu haqiqat Shinxao yo'qosmi o'rmonliqning ichida bu tokuva telefonni hargiz tashib etmaydi. Bir yerdan Shinxao chiqib qolsa qutqizg'il telefon qilib bo'ladi. Shu bilan saqchilar nima deb yakun chiqaribdi desanglar, bu qizlar haqiqatan bir eski odamga uchrab qolib, shu bu eski odam bu qizlarni o'ldirib ketgandan keyin bularning sumkasini o'g'irlab ketgan. Shundan keyin bu qizlarning delosi hamma pur ketib, hamma odam izlab mushtaqib ketgandan keyin, "Men sumkaning mening qo'limdaligini
qilganligini birasi ko'rib qolmasin, bilib qolmasin, mening qo'limda mushta tutilib qolmay deb, shu bilan bu sumkani qasddan ashta bir olib qo'yib qo'ygan deb o'ylabdi. Shu bilan endi qotil nimishqa bu sumkani ichidagi pulga yaraydigan apparat, telefondan pul degandek bu narsalarni olmaydi degan chaqda bu qasddan bu saqchilarga bu qizlar sumkani o'zi xalab mushta tashlayotgan degan qarashni shakllantirmoqchi deb yakun chiqiribdi bu saqchilar. Mishakeyin bir e'lon qilib qo'yaman, 19 mo'liq ashxona ichiladigan tarazini cho'qib setadiganlar o'zining batareyasi bilan birga chiqadi jumi. Men odatda shu go'sht parchasam yoki xamir parchasam cho'qib mushning ustiga silib tang-tang qilsam hisob emas. Chunki masalan odatda montasam yoki go'shtni assam mushning xamirni tang-tang qilsam birisi qilin, birisi biz, birisi cho'ng, birisi kichik chiqib qoldi emasmi? Cho'qib mushning ustiga solma. Andikin odatda shu oltin ranglarni gram sanglam bo'ldim. Gramlargacha chekitdan keyingi natijaga chiqadi jumi. Shunda to'g'ri, shunda o'lchamlik. Andikin odatda uylardamda pishiriqlarni pishirishni yaxshi ko'rgan qizlar bo'lsa, cho'qib muqim setib olsanglar bo'lmaydi-mi? Unda pishiriqlarga gram sanlargacha naq-naq to'g'ri qilsanglar ko'pmaydi u. Shu astidagi pinglunchilam isib qo'yman 19.9 mingga Xinjiang boyo setishni qilmanglar. Lekin keyin saqchilar bu qizlarning sumkasidagi barliq narsalarni intayin injiqlik bilan tekshirib, yaxshi analiz qilayotgandan keyin oldidagi operazni bir xillam ag'dirib tashlabdi. Birinchisi bularning telefoni. Bu ikki qizning telefoni o'zlarining sumkasidan ishlatganda, bu Krisning ishlatgani bir olma 4 telefon ekan, a Lisaning ishlatgani bo'lsa bir Samsungning telefoni ekanda. Bu ikkala telefon shu 4-oyning birinchi kuni tushlikka soat 4 da yeni oshlar juda ketgan kun bor. Shu kuni tushlikka soat 4 da saqchiq ma'lum qilgan telefonni urib yiqibdi ekan. Saqchilar bularning to'ng'ajilosini tekshirib bermasmi? Demak, bular shu birinchislar tushlikka soat 4 bo'lgan chaqdilar, shu bir xatarga yo'liq bo'ldi degan gapda shu vaqt saqchiq ma'lum qilgan ekan. Lekin bu o'rmonlikda signal bo'lmag'achqa telefon ulanmabdi. Shunda qilib ertasi 4-oyning ikkinchi kuni gapda 4-oyning ikkinchi kuni atgan soat 7 da bo'lgan chaqda bu Lisaning telefoni saqchiq ma'lum qilibdi. Anki 10:20 bo'lgan chaqda yana bir uribdi, yana ulanmabdi. Shundan tushdan soat 6 da bo'lgan chaqda Krisning telefoni yana bir saqchiq ma'lum qilibdi, yana ulanmabdi. Endi bu keyinchaq bir ishni o'ylashingiz mumkin. Bular agar rostlam eskadam uchrab qolgan bo'lsa, bu 4-oyning birinchi kuni bir saqchiq ma'lum qilib, shu bir kun o'tib ketgandan keyin yana qandaqsik saqchiq ma'lum qila oladi deb o'ylashingiz mumkin. Shunga saqchilar bu kelgan chaqda bularning eskadamga uchrab qolganlik bunda parizni endi saqit qilibdi-da. Shunda qilib sobdi, ya'ni 4-oyning 3-chi kuni bo'lib ketibdi. Shu bugun atgan 9:20 da bu Krisning iPhone telefonida telefon qilibdi saqchiga, lekin yanam ulanmabdi. Lekin o Samsung telefon bir kun kechgacha Xinhao izlabdi. Xinhao izdigan yerlarini tatib, telefonchi shu izni saqlab qola oladiganlar. Shu lekin bir kunmi Xinhao topolmabdi. Lekin shu 3-chislar kechigacha telefonni guanji qilmabdi. Agar biz tok tugab ketmisin deb nim qilsak, guanji qilibmiz-ku telefonimizni, bu telefonni guanji qilmabdi. Shunda qilib yana sobdi, ya'ni 4-oyning 4-chi kuni. Bu kuni Krisning iPhone telefoni necha qadam telefonni yechib Xinhao izlabdi, yana izlab topolmabdi. Andikin Mao Lisaning Samsung telefoni bo'lsa bir kun kechgacha guanji olib turibdi. Endi buni saqchilar nima deb tushunibdi desanglar, bu qiz oldida kun kechligi telefonni etmay guanji qilmay uxlab qolgan ekan, tok xo'rab ketib, qarsa tok oz qilib qolgan. Shu baribir Xinhao bo'lganki, mana tokini saqlab qolay deb guanji qilayotgan bir kun kechgacha deb o'ylabdi-da. Shunda qilib yana sobdi qaranglar, ya'ni 4-oyning 5-chi kuni. Bu kuni ikki telefon qayji qilib Xinhao izlabdi, lekin yana Xinhao topolmabdi. Bu vaqtda Mao Lisaning Samsung telefoni bir xillam tok tugab guanji bo'lib ketdi. Endi anglab mishakenchaq his qilsanglar mumkin, bular eskadamga uchirmaganda qildi a. Qarsanglar shu kunda Xinhao izlab qarsanglar bular o'rmonlikda shu ezib qilib yo'l topolmaganda qildi. Lekin qaranglar, 4-oyning 6-chi kuni kelgan chaqda g'alati ish yuz berish boshlaydi. 4-oyning 6-chi kuni atgan soat 10:20 bo'lgan chaqda bu Krisning olma telefoni bir echildi gadanglar, lekin qaranglar. Mimani xato besib olib necha qaytam bu telefonning ichiga kirmaydi ekan. Shundan tushdan soat 1:20 da bo'lgan chaqda yana o'xshashlar mimani necha qaytam xato besib bu telefonning ichiga kirmaydi ekan. Mushlarning hammasini kompyuter tekshirib bo'ldi-gajmi iPhone telefonning. Shunga telefonlarni o'ynagan chaqda diqqat qilgan. Nelar kiryapsizlar, nimalarni ko'ryapsizlar, ahvotaydi nimani bilib turdi-gajmi. Endi bu kelgan chaqda formasilar qanday o'ylanlar. Nimishqa bu olma telefon oldidagi necha kunda shunda normal mimani besib kirib ichilyapti. Nimishqa 6-chi kun kelgan chaqda mima xatolam deydi. O'ylab atalamı. Endi ba'zilar aytganda, bu vaqtda bu shikisi ma'lum bir xatarga yo'liqib, fuqishmasdan ichki yoqqa yugurib, og'irlik ketgan bo'lishi mumkin. Bu og'ir qalamqanchilikda bu Krisning olma telefoni Lisaning qo'liga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bu Lisa buning mimosini bilmagachga, shunday chiqdim, shu xato bosgan bo'lishi mumkin deyotganda, endi ba'zilar aytgan, bu vaqt kelgan chaqda bu olma telefonning egasi Kris ma'lum xatarga yo'liqib, o'lib ketgan yoki birning bo'lgan o'shidan ketgan bo'lishi mumkin. Shu bilan bu Lisa buning telefonini ilib, ishlatayotsa, biroq buni mimosini bilmagachga ich kirmaganlik kirmagan bo'lishi mumkin deydi. Shunda qilib keyingi necha kunda bu olma telefon necha qitim kayji qilibdi, lekin yana shu mimani xato besib ichi kiramabdi. Shunda qilib oxiri 4-oyning 11-chi kuni atgan soat 11 bo'lgan chaqda bu telefon eng oxir qitim ichilibdi, lekin yana shu mimani xato besib kiramabdi. Shu 1 soat o'tgan keyin, ya'ni soat 12 bo'lgan chaqda bu telefonni bir xillam guanji qilib tutdi. Shu bitta oshmabdi-da. Bu guanji qilayotgan vaqtda bu olma telefonda yana 22% to'qiyotdi ekan. Endi mush vaqt kelgan chaqda, ya'ni bular juda ketib 11 kun bo'lgan chaqda bu ikki qizning orasidagi
hech bo'lmaganda birsi bo'lsa hayot bo'lishi mumkin. Shundaqku, endi bu hayot qag'uchining Lisa bo'lish ehtimolligi ham yuqori. Chunki Mimani necha qatim besib kirgizam deydi, chunki o'zining telefoni bo'lmag'achqa. Endi agarda bu hayot qag'u odam raslam Lisa bo'lsa, endi bu qizning bu sumkadagi narsalarni tashib etishi aqlga uyg'un. Chunki bir telefonda to'q yo'q, bir telefonni ocholmaydi. Bu narsalarni ig'irna tiqib ko'tarib olsa-mu, o'ziga ig'ir keldi, shu aqlga uyg'un deb qarayotgan jo'q, lekin mencha men Dilnurning o'ylagani bo'yicha bu aqlga uyg'un emas. Chunki masalan men o'ylab boqay, bir telefonda har qancha to'q qolmagan bo'lsa-mu, to'q birisining to'qi bor shundaqku, men bo'lsam hargiz tashib o'tmayman. Agar bir yerdan shinxov chiqib qolsa-chu, uning ustiga sumkani ichida suv bo'lsa, botsa, lekin men bo'lsam hargiz tashib o'tmayman. Shunday qilib saqchilar bu telefondagi narsalarni ko'rib bo'lgandan keyin, endi apparatni ichibdilar. Dal shu apparatdagi rasmlar bu Diloning g'alatiligini texan bir yuqori palla ko'tarib o'tibdi. Bu apparatni aslan 4-ayning birinchi kuni tushgan rasmlar boshda shunda normaldiki bo'ladigan, shunda xo'shal xo'ram, birda eriqlarning yinda yo'llarda ikkisi birga zibay qilib shunda payz tushibdiki. Lekin qaranglar, bular birinchi qatam saqchi ma'lum qilgan vaqtdagi 4-ayning birinchi kuni tushdigan soat 4larda ma'lum qilgan to'g'ri. Dal shu 4lardan bir necha minut ilgarilam tushgan rasmda bular yanlam shunda normal, shunda xo'shal xo'ram rasmga tushibdiki. Bu rasmdan qarasa, bular shu sayohatchilar mangdigan normal to'g'ri bo'lgan yo'lda ketib yotibdiki asli. Shundan bu apparat shu bit to'xtab qolibdi qaranglar. Toki 4-ayning 8-kunigacha bular juda ketgan bir hafta bo'ldi. Bu bir hafta jarayonida bular bir parcha rasmga tatmabdi. Mayli o'zini olsin, mayli muhit bo'lsin, hech qanday rasm tatmabdi. Shu 4-ayning 8-kuni kelgan chog'da bu apparatda tuyuqsizlam 90 necha parcha rasm paydo bo'lib qolibdi. Bu rasmlarni saqchilar ichib qarasa qaranglar, hammasini kechida tatgan ekan. Masalan, kechida bunday tasanglab bu apparatning shangwangdan lapa yonadi. Shu yo'riq tatgan rasmlarganda qarasanglar bu rasmlarning hech qaysida o'zi yo'q. Hammasi atrofdagi shu muhitni tatgan ekan. Undaylik chiroyli manzara rasm emas. Mana ko'rib baqsanglar bo'ldi, bir xil atrofdagi toshni, uyani, daraxtni, bir xillik emaslan bir rasmlar. Endi bu ikki qizning bu rasmlarga butunlay chiqmadi degilim bo'lmaydi. Nima qilsanglar, bu rasmlarning orasidagi bir parcha rasmda mush Krisning kaynisidan mush oqimasini chechim tatgan rasm bo'lgan. Endi buni nima Kris deydi desanglar, bu Lisaning chechi qing'ir rangga, Krisning chechi oltin rangga. Bu rasmdagi chosh oltin rangli choshga. Lekin hech qanday chiroyi chiqmabdi. Choshlam chiqibdi bu rasmda. Endi nima bunday g'alati rasm tatdi? Endi bu yerda bir masala bor qaranglar. Bu rasmlarning hammasi 4-ayning 8-kuni tatgan shundaqku. Lekin men oldidagi esinglarda bormi? 4-ayning 6-kunidan boshlab bu Krisning olma telefoni mimasi xato bo'lib kirgizilishga boshlaganda shundaqku. Endi o 4-ayning 6-kuni bilan bu Kris endi mimasini bosolmag'idek bir ishga yo'liqqan bo'lsa, agar hushidan ketgan bo'lsa, yo bo'lmasa o'lib ketgan bo'lsa, endi 4-ayning 8-kuni bu Krisning qallasining rasmi qandaqsi bu apparatning ichida bo'ladi. Ondan yana bir g'alati yer bor qaranglar. Bu saqchilar kim bu apparatni olib tekshirsa kompyuterga silib, bu rasmlarning orasidagi 509-rasm yo'q, yutibdi. Mana 508dan bir xillam atlab 510 ga ketibdi. Bu rasmlarning hammasi Benhouse nomeri bor-diki. Shu bilan endi o'ylashim mumkin bu rasmlarni balkim qasdan yutgandi, balkim qo'lda ketib yutgandi. Buning nima ahamiyati deyishim mumkin, lekin mana shu mashinadagi rasmlarni-chu agarda o'qishmay yutib qolgan bo'lsangiz, endi jo'nyada kompyuterlarga silib, jo'njallarga silib, buni asli keltirib bo'ladi-ki. Lekin qaranglar, Malisaning apparatidagi rasmlar butunlay tegi-tegidan yuyilib ketibdi ash bir rasm. Endi o'ylab yiqildim. Bu rasmda zoda nimani tatib olgandi? Bu rasmni kim yuvayotgandi? Nimishqa yuvayotgandi? Shuna qilib saqchilar bu telefondan yo bo'lmasa bu apparatdan bu qizlarning tektakdan bir tekshiruvgidek bilan topalig'idek bir yo'yungda uchurga eg bo'lamabdi, mishan uzilib qolibdi. Lekin shuna qilib saqchilar yana bo'shashmay shu sumka tepilgan yerning atrofini cho'rdab, ya'ni texnik astoydil izdabda degandek bir kuni bir toshning ustida bir kiyimlar debdi qaranglar. Iliq kiyimlar, unda toshayotgan, unda kiyimimiz shunda redlik bitdi, shu yer tug'dak qasonlik bir jiddiychilikda, iliq bir yerga tashlanib qo'yib qolgandek emas. Shuna saqchilar buni aktiv tekshirsa, degandek mushuk qizlarning kiyimiga bu. Shu bilan mush atrofni yana cho'rlab tekshirayotgan. 2 oydan keyin shu bilan birimda eriqning bo'yida bir oyoqni topirgan. Bu oyoqqa qarasanglar, endi bu dan cho'nda bir dal oyoqlam emas, bu oyoqning ichida shu oyoq bilan birga bu kiyilik bir putvaga qaranglar. Yilqin ko'rib saqchilar qo'rqib ketadigan shu bilan bu atrofda oyoq tepilganning atrofini yana tekshirsa, shu bir necha so'ng chiqadigan odamning so'ngki, shu bularni hammasini olib DNA'sini tekshirmamdi. Tekshirsa degandek bu DNA mush ikki qizning DNA'si bo'lib chiqadi. Dal mush vaqt kelgan chog'da endi saqchilar rasmiy bu ikki qiz haqiqatan o'lib bo'pti, haqiqatan bir ishga uchrabdi deb jazmlashdi. Endi garchi bu qizlarning o'lib ketganligini jazmlashtirgan bo'lsa-mu, lekin nima sababdan o'lib ketganligini bilmaydi, chunki u topgan narsalar faqat bu qizlarning badanining intayin kichik bir qismini egallaydi. Ajallik yorisini uni bilmaydi. Endi bu saqchilar o'ylayotganda, ajabo bu qizni puti uzilib ketgandan keyin shuni qarab bu o'rmonlikda yavoy ayvonlar yeb qo'ydimi-ya deb tekshirsa, lekin bu so'nglarning ustida hech qanday bir yavoy ayvonlarning tishligining izi yo'q ekan. Agar ashta yavoy ayvonlar g'ojilgan bu so'nglarning ustida izlar qolib qoldi, unda yo'q ekan. Demak, mishay kelgan chog'da intayin aniq bo'ldiki, bu qizlar cho'qim boshqa bir odam tomonidan o'ldirilgan. Shunda qilib saqchilar tekshirib mishay kelganda uningdan keyin hech qanday bir yib pichoq eg bo'lanmadi. Hamda bu delonimi fosh qilinmadi. Bu qizlarning nima sababdan zot nimishqa kim tomonidan o'ldirilganligini bilmadi, ham badanining boshqa qismini topolmadi. Shunda qilib bu delon butun dunyoga taniqli bo'lgan intayin g'alati bo'lgan shu anga aylanib qoldi. Endi biz birlikda muzokara qilib boqaylik. Bu qizlarga zot nima bo'lgandi? Men butun hammasini so'zildim bu aniq rasmlarni ko'rdinglar. Mushlarni yig'inchaqlab o'zinglarning fikrini filmga yozib beringlar.
Endi men özüm bütün diloning mush jarayonini qarab chiqqandan keyin mush rasmlarni qarab chiqqandan keyin mushlarning hammasini birlashtirib o'zimning fikrimni deb baqay. Boshda shu saqchilar degandek bu ikki qiz taqib chiqdi. Shunda normal ketyotdi. Shu 4-oyning birinchi kuni, ya'ni shu jut ketgan kuni, tushdagi soat 4lar bo'lgan chaqda bular yo'ldan iz qoldi. Shu keyindan telefonlar shin havzida, keyingi necha kun ashuna telefonda shin havzida telefonni ichib yipib tushdi. Arliqda Lisa telefonni gonchi qilishni unutib qilib, shu telefonning tok tugdi. Shunda ikki yilsi bu Krisning telefoniga, iPhone telefoniga qarashib qoldi. Shunaqo. Shu bilan bu mushlar qilayotgan chaqda 4-oyning 6-kuni atdigini bular shu o'rmonlikda bir erga uchrab qoldi. Shu bilan bu odam menlar masalani mush boshlab chiqib ketdi, masalan, yo'l boshlab beray deb mangdi. Shu bosh shunda xo'shal oldi, bu odamning kendidan mangdi. Lekin kim bilsin bu odamning niyati buzilib, bu ikki chiroyli qizga eskilik qilmoqchi bo'ldi. Shu bilan bular diqqat qilmagan vaqtdan foydalanib bu ikkisini urmoqchi bo'ldi. Bu oraliqda shu bilan bu ikki qiz bu odam bilan so'qishib ketdi bu yerda. Ashad so'qishib ketish jarayonida bu ikki qiz qochmoqchi bo'ldi. Shu ikkisining so'mkasi ko'kran bo'lgandan keyin ikkisi fuqishmay, bir-birisining so'mkasini eplab u yerda shu ikki tarafga qarab qechib qoldi, ikkisi ayrılib ketib qoldi. Shu bilan bu Lisa bo'lsa, bu Krisning iPhone telefoni va so'mkasini ep ketdi. Shu bilan bu Kris bo'lsa, Lisaning apparati va so'mkasini ep ketdi. Endi Lisa bo'lsa bu Krisning iPhone telefonini ochamadi. Bu Kris bo'lsa Lisaning apparati bilan atrofni rasmga 90 pach rasm bor insonlar bormi yarim kecha tatgan. Endi mencha bo'lsa birinchi sababi yarim kechada atrofimiz qorong'u bo'lgandan keyin yo'lni ko'ramay, apparatning Shanguang dengizda yo'lni ko'rmay deb rasm tatdi mencha. Aniki yana bir sabab bo'lsa, o'zi minib qo'ygan yo'lni bir belgi qilish uchun, masalan, o'rmonlikni ichida cho'ylab yurmay, o'zim minib qo'ygan yerlarni bir belgi qilib manga qaylanmay bo'ldim deb. O rasmning orasida qarasanglar, bunda bir so'lyoq xalta yapımsında bir kampyuterning qog'ozi degandek bir yerlarning rasm tatgan yeri bor. Ash qizil so'lyoq xaltani bir ashuna belgi qilib olay deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ondan keyin Krisning o'zining oqimasini tatgan rasm bor. Shunda qo'l oltin rangli chash. Endi buningki maqsadim mencha odam bilan so'qashgan vaqtda bu qizning qillisining mush keyni bir yeri yorlangan bo'lishi mumkin. Yoki bu bo'lmasa bu qiz diqqat qilmagan vaqtda shu keyniga vangida birini qo'ygan bo'lsa, shuni qechib egib berib olgandan keyin shu mush qillamning keyniga yorqanda bo'lib qoldi bir rasm tatib baqay deb bunda qilib o'z ko'may turib tatgandan keyin u rasm ashuna chiqib qoldi. Endi u qarsanglar bir qanday bir yer bor chochlarining ostida. Lekin bu ikki qiz yandan bu eski odamning qo'lidan qochib qutulmadi. Bu eski odam ikki qizni oldiga olib tepilib, ikki yilsini o'ldiribdi. Shu bilan bularning so'mkasini ep ketdi-da. Shu uyga olib qarsa, bu so'mkaning ichida shu apparat telefonlarimiz bor. Shu apparatning ichidagi rasmlarni tekshirib qarsa, bularning orasidagi bir parcha rasm, ya'ni 509-rasmda o'zining chiroyi chiqib qolgan. Shu bilan buni kompyuterga silib, janjanda bu rasmni yuvayotdi. Shu yuvayotganda asli bu so'mkani o'zining ep qolmoqchi, lekin qarsa bu dilo bag'ansir yo'g'inib, xalqaro diloga aylanib ketgan nurg'un odam izlayotgan. Shu bilan bu odam qo'rqib, "Ma so'mka aytugim mening uyimdan tepilib qolmasin, saqlab bilib qolmasin" deb asta g'ibida bu so'mkani olib o'rmonlikning ichidagi eshakka qo'yib qo'ygan. Endi bu faqat mening o'zimning o'ylaganlari. Sizlarcha bu ikki qizga nima bo'lgandi? Endi o'zinglarning fikrini cho'qim piyonchi gizib qo'yinglar. Aniki men 19 mo'loq, men ashxona ishilgan tarazini setilishni unutib qolmanglar. Ostiga piyonchi bilan isib qo'ymayjimi? Un may guruch ximir hatto oltin onlarni gram sanlam bo'ldi. Endi sen tenzak ko'rib shu san qilishni unutib qolmanglar, xayr xo'sh.